Salom, men Beruniy maktabida o'qiyman. Bu maktab men uchun shunchaki o'quv maskani emas. Bu yerda mening orzularimga boshlanadigan yo'l bor. Har kuni bu sinflarga kirar ekanman. Kelajagimni yaqqol tasavvur qilaman. Chunki bu yerda meni o'qitgan ustozlar nafaqat bilim beradi, balki ishonch, sabr va mehr ham o'rgatadi. Har bir muvaffaqiyatim ortida ota-onamning duosi, ustozlarimning mehnati, sinfdoshlarimning qo'llab-quvvatlovi bor. Men shular bilan faxrlanaman. Ba'zida o'ylayman, kim bo'laman, nima bilan boshqalarga foyda keltiraman. Va keyin yuragimdan bitta javob chiqadi. Men kelajakda albatta buyuk jurnalist bo'laman. Stomatolog bo'laman. Ana til o'quvchisi bo'laman. Shifokor bo'laman. Doktor bo'laman. Yaxshi inson bo'laman. Doktor bo'laman. Doktor bo'laman. O'qituvchi bo'laman. Shifokor Faxr bo'laman. eng yaxshi kadr bo'laman. O'qituvchi bo'laman. Doktor bo'laman. Shifokor bo'lib, odamlarga yordam. Jurnalist bo'laman. Tarjimon bo'laman. Jurnalistika bo'laman. Zo'r o'qituvchi bo'laman. Hurmatli kuzatuvchilar, biz bu videoni olishdan maqsadimiz o'quvchilarning emotsiyasini hamda kelajakda qaysi kasb egasi bo'lishini bilishadi xolos. Aytgancha, kelajakda siz qaysi kasb egasi bo'lmoqchisiz? Kommentlarda yozib keting.